Shunaqa degan? Ha, Aytgancha Rossiyadan kelganingga ko'p bo'lmadi? yo'q, bir hafta bo'ldi. Qalay bo'ldi Rossiyada? Yaxshi. Mana ko'ryapsan, uyda ham qildik. Shu Rossiyada ishlagan joying sovimasdan turib, meni gaplashmaysan, men borib ishlardim. Sen jinnimisan? Davlat ishida ishlaysan-ku. Oyliging ham yaxshi. Zerikdim bir xillikda. Rossiyaga borib ishlamoqchiman. Hamma maqtaydi zo'r deb. Yo'q. Nima sen bir xonali kvartirada 10 ta erkak bilan turibsanmi? Yo'q. Nima? Topgan pulingni yarmini dokumentga, yarmini uyga jo'natasanmi? Qanaqa dokument? Qanaqa yo'q, topganim hammasini uyga olib kiraman. Dam olish kunlari levaga yana pul topgan chiqasanmi? Dam kunlari choyxonaga chiqaman, nima deyapsan? Yo, yeyotgan ovqatingning mazasi yo'q yoki mevalarning mazasi yo'qmi? Eng zo'r mevalar O'zbekistonda. Yo, oilangdan oylab, yillab uzoqda yashaysanmi? Nima deyapsan? Allohga shukr, har kuni oilami bag'ridaman. Unda Rossiyada nima qilasan? Formidable.